Hech kimga hech qachon nimanidir isbotlashga harakat qilma. Agar seni kimdir yomon ko'rsa, yomonligincha qolib keturasan. Даже peshonangga farishta deb yozib qo'yishgan bo'lsa ham. Bitta zo'r jumla bor. Menda ko'rgan hamma narsalar aslida menga tegishli emas. Bu o'zingizlarning aksinglardir. Так что odamlarga nimanidir isbotlashga urinmanglar. Ularni ahmoqona fikrligi bilan yolg'iz qoldiringlar. Nimani o'ylashsa, o'ylayverishsin. Hech kimga hech qachon nimanidir isbotlashga harakat qilma. Agar seni kimdir yomon ko'rsa, yomonligincha qolib keturasan. Даже peshonangga farishta deb yozib qo'yishgan bo'lsa ham. Bitta zo'r jumla bor. Menda ko'rgan hamma narsalar aslida menga tegishli emas. Bu o'zingizlarning aksinglardir. Так что odamlarga nimanidir isbotlashga urinmanglar. Ularni ahmoqona fikrligi bilan yolg'iz qoldiringlar. Nimani o'ylashsa, o'ylayverishsin. Hech kimga hech qachon nimanidir isbotlashga harakat qilma. Agar seni kimdir yomon ko'rsa, yomonligincha qolib keturasan. Даже peshonangga farishta deb yozib qo'yishgan bo'lsa ham. Bitta zo'r jumla bor. Menda ko'rgan hamma narsalar aslida menga tegishli emas. Bu o'zingizlarning aksinglardir. Так что odamlarga nimanidir isbotlashga urinmanglar. Ularni ahmoqona fikrligi bilan yolg'iz qoldiringlar. Nimani o'ylashsa, o'ylayverishsin. Hech kimga hech qachon nimanidir isbotlashga harakat qilma. Agar seni kimdir yomon ko'rsa, yomonligincha qolib keturasan. Даже peshonangga farishta deb yozib qo'yishgan bo'lsa ham. Bitta zo'r jumla bor. Menda ko'rgan hamma narsalar aslida menga tegishli emas. Bu o'zingizlarning aksinglardir. Так что odamlarga nimanidir isbotlashga urinmanglar. Ularni ahmoqona fikrligi bilan yolg'iz qoldiringlar. Nimani o'ylashsa, o'ylayverishsin. Hech kimga hech qachon nimanidir isbotlashga harakat qilma. Agar seni kimdir yomon ko'rsa, yomonligincha qolib keturasan. Даже peshonangga farishta deb yozib qo'yishgan bo'lsa ham. Bitta zo'r jumla bor. Menda ko'rgan hamma narsalar aslida menga tegishli emas. Bu o'zingizlarning aksinglardir. Так что odamlarga nimanidir isbotlashga urinmanglar. Ularni ahmoqona fikrligi bilan yolg'iz qoldiringlar. Nimani o'ylashsa, o'ylayverishsin. Hech kimga hech qachon nimanidir isbotlashga harakat qilma. Agar seni kimdir yomon ko'rsa, yomonligincha qolib keturasan.